Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Boshlangilar xayrli, barakatli bo'lsin. Xorazm viloyati Shovot tumani Ogahiy mahalladamiz. Hurmatli obunachilar. Yaxshi enali bola sig'irimiz sotib qo'yiladir. O'kish jo'jaklari bilan qop-qora svetda. Hurmatli obunachilar. 27-mart kuni tug'ilgan bu jo'jakni. Mana jonivorni hali yipet salinmadi bo'ynidan. Hurmatli obunachilar. Bo'sh teni yuvar qo'yibmiz. Enasini do'yib hamsinda. O'zdan bir 3-4 litr ovuzini sağıb aldı, qağanını emdi canavar. Hürmetli obunachilar, sig'irni duruşuna qaranglar, kengligine qaranglar sig'irni. Sig'irimiz ma'lumotlarına keladigan bo'lsak, ikkinchi doğuşu hurmatli obunachilar. Mal qarri mal emas. Bo'ylari ham 1.25 dedilar, shunda tushuntirsam. 3-4 litr, 5-6 litr deb o'tiribmiz. Buni 4-5 litr sut berilib turibdi, hurmatli obunachilar. Bir marta sağıq gördük. Şu oğuzunda bir marta, sütünde bir marta sağıq gördük. Qağanını öcek yürüttü yine. Öcekni qaranglar hurmatli obunachilar. Bugungi chisdan aytib o'tadigan bo'lsak 31-mart. Yine. Canavar hamma narsani bir iskak ko'radi. Keyifli narsa. Gap ko'rishingiz mumkin, bemalol yuvashliqlarına 100% kafolatlimiz malımız yine. Canavarni yuvash. Yoki lazımında balası pastiyanlı için yanında yurtdu shunday deb. Malımız yuvash 100%. Yine hurmatli obunachilar, sevetlar ham необычный sibirskiy tundra laqabi uni. Hurmatli obunachilar, sig'irimizni qaranglar. Mana hurmatli obunachilar, yeb ishlarni bemalol sentliga beramiz. No bersangiz ham jonivar yeb turibdi. Yedi ichadi. Perifkalari urilgan, hurmatli obunachilar. Malımız yuvash hamma tomonlama. Bemalol yetalasangizlar ham yuraveradi yine. Uni suzish isteyen xarakteri yok. Bahalar ham zo'r. Buni hurmatli obunachilarimiz uchun 25 million so'm baho aytiladi. 25 million so'm deyman, qaytib kelishib beriladi. Hurmatli obunachilar, Shovot bo'yicha besplatni dastavka qilib beramiz. O'kish jo'jagini durishini qarasangizlar, vahshiy zo'r keyifli narsadan bu hurmatli obunachilar. Yine. Yağınısının üstünü qaranglar, canavar. Tuyaqlar ham istagan tuyaq. Messi'nin zo'ri. Atasini 35 millionga satdik buni, hurmatli obunachilar. Sig'irimiz ham 100% kafolatlimiz. Yuvashligini hurmatli obunachilar. 4-5 litr sütünü olib turibmiz. Her vaqtdan bir sağlamız yani aytganni gerek vaqtda, boshqa vaqtda o'jaki yurtdi. Azani geç hurmatli yurtdoshlar, inobatangiz azani geç. Yemasa ichmasa molnimda qoni chiqmaydi. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. 25 million so'm degan bilan qaytib kelishib beramiz chiroyli nafarlar. Negativ fikrlar bo'lmasin. Negativchilar buzni ismini uringlar deydi-ku. Hammanglar sog' bo'linglar, boy bo'linglar. Negativchilar ham kerak. No deymiz qani, insaf barqasin deymiz, molni boqmayincha, ishini aytib arqonni ushamayincha molni bilmaydi deydi-ku. Bilib turib, qimmat aytasan, bunni dedi, qimmat emas. Hurmatli obunachilar, 25 million qaytib kelishib beraman deb turibman. Shovot bilan 5% dastavka qilib beraman. Telefon qilaveringlar bemalol. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiringlar. Hurmatli obunachilar, molimizdagi 100% kafolatlaymiz yeb ichishini. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.